Assalomu alaykum akalar. Mana Ozodlik haykalini ko'rish uchun biz kelishimiz kerak. Mana State Street. Va mana shu yo'l bizda to'g'ri Ozodlik haykalini ko'rishga olib boradi. Mana atmosfera bugun yomg'irli bizada. Hozir sizlarga obzor qilamiz hozir. Bu freyka o'tiryapti yo anaqami? Bu yerda o'tirish, ya'ni paraxodga chiqish bu yerda mutlaqo bepul. Hech qanaqa pul olinmaydi, faqatgina shu Ozodlik haykali sohiliga chiqsangiz, ya'ni pul olish mumkin. Nega qanchaligini men bilmayman. So'rab bilib ko'ramiz. Mana kirish eshigi. Mana kelaverasizlar Staten Island Ferry. O'sha yerga. Hozir bu ham yopiq ekan. Shuna ko'rinishlar. Bu yaxshiroq, qulayroq. Bismillahirrohmanirrohim. Zinalarda tushsa bo'ladi. Yoningizda mana Vendi chiqadi. Oziq-ovqat magazini. Oshxona, ya'ni tekshiradi mana politsiya. Mana ko'rish. Xuddi aeroportga o'xshaydi bu yerlar. Ya'ni qutisi zali, ya'ni vokzalga o'xshaydi. Mana hozir paraxodga chiqamiz, ko'ramiz, qani soat nechida kelar ekan. Bizda paraxodimiz mana. Mana shu yerdan ketiladi. Bu yoqdan ham chiqsa bo'ladi mana odamlar. Turib joyda. Kutish zalida. Door birinchi eshik. Va ko'ramiz soat nechida keladi. Hozir bizning soatimiz где-то. What time is now, sir? Huh? What time is now? 9:22. 9:22 bo'ldi hozir. Hozir 9:22. Jo'nab keladi 9:30 da mana. 9:30 da kelar ekan. 9:30 da chiqib ketamiz bu yerga.